Bot tumaniga menimcha narxi yaxshi. Bir qavatli agar uy qidirgan mijozlarimiz bo'lsa, kelib bitta ko'rishsin, to'g'rimi? 5,5 sotu. Полноценный hovli и zo'r joyi narxi. Videoning oxirida albatta aytamiz. Kiraverishi, ikkita mashina sig'adi, bemalol, tupik ko'chada joylashgan, ikki yon taraflama bu yog'imizda yashil maydonimizda qilingan, binoning ko'rinishi, bu yerda yozgi oshxona, to'g'rimi? Yozgi oshxona, yozda o'tiradigan joy, bitta xonasi bor, u yerda xolasi qishki oshxona ham qo'rsa bo'ladi. Полноценный bu tomonda pernos qilib, bu tomonda oshxona bo'ladi, bu yerda kompaniya spalni bo'ladi. To'g'ri, agar kimgadir ko'proq kerak bo'lsa, yaxshi temir eshiklar qo'yilgan. Xo'p, qani bismillah. Kirdik. Remontlari yangi holatda turibdi, to'g'ri, massiv qilib qo'yilgan, atachentali qilingan. Qani xonalarni bitta ko'rsatib o'taylik. Burada o'sha ekan oshxona. Oshxona qismimizni naryoq xonga bemalol ko'chirib yuborsa bo'ladi. Oshxonamizni qilingan, garnitur tayyor, bemalol ovqat tayyorlab turib, masjidda shunday ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan joyi bor. Yozgi oshxonaga bu yerdan chiqib ketiladi. Mirobod tumani Karzinka Farg'ona yo'lidan shunday o'tgandan keyin o'ng qo'lga kiriladi, to'g'rimi? Bu zalimiz. Bu zalimiz. Atrofi ham hovli qoldirilganiga mana bunaqa oynalar qilingan, yorug'lik tushib turibdi. Akkuratni atachentali qilib qo'yilgan. U yoq tarafda ikkita spalnamiz bor. Yer razdelning sanuvchimiz bor. Xuddi o'sha gap. Oshxonani nariyoqqa ko'chirib yuborasiz, bitta spalna qilasiz. Mana bu yerda ham zal qilib, bu yerda ham bitta spalna qilib yuborsa bo'ladi. Kerak bo'lsa, oilaviy sharoitdan kelib chiqqan hol. Sharan joyini o'zing ayting. 195 ming startoy kelishgan. Kelishtirib beriladi. Egalarining nomerini yozib qo'yamiz. Unda primoy o'rta kashirasiz 195 ming so'rayaptilar. Keling to'polon janjal qilib kelishtirib oling narxini.